qaysi odatlar odamni boy qiladi? O'zi 4 ta kuchli faktor bor. Ko'proq boy odamlarda ko'rishingiz mumkin bu narsani. Birinchi faktor bu planирование. Planirovka deb atayman. Bu narsani o'zim ham sevaman. Sababi oldin yoshligimda bu narsaga katta fokus qaratmasdim. Sel bo'ladi, o'zingiz golingiz bo'ladi. O'sha selingizga oyma-oy, yilma-yil qachon nima qilishim kerak bo'ladi, planlarni tuzib borasiz. Bu narsani har doim o'zimni planshetimda yoki qog'ozlarimda yozib o'tib ketaman. Har doim qarayman, 3 yil, 4 yil oldin yozgan narslarim уже amalga oshgan bo'ladi. O'zim ham hayron qolaman bu narsalarga. Esingizda bo'lsin, yozgan har bitta imminni nutqlaringizda nima narsangiz bo'lsa ham, mana shu miyangizda qolar ekan. Miyamda o'ylab yuraman deb o'ylashadi. Ko'pchilik kambag'allarda shunaqa narsa. Nima qilaman? Yozib planirovkani nima qilaman tuzib deydi. Bu narsani miyada o'ylab yurishadi. Bu narsani esdan chiqarib qo'yishadi va fokus bunga qarab ketmaydi. Ikkinchi faktorga gaplashib o'tib ketsak, o'ziga sarmoya har doim qilishadi, investitsiya qilishadi. Ko'p boylar primerni oyligidan yoki o'zining daromadidan 5 yoki 10-20% ni o'ziga investitsiya qiladi. Faraz qilamiz, kitob oladi, kurslar oladi, imminni mentorshiplar bo'ladi va hokazo o'zining bilimiga realniy pul tikishadi. Biznesiga bo'ladimi, boshqa narsasiga bo'ladimi? Kambag'al odamlarda ko'proq nima uchratamiz? Ularda nima bo'ladi? Bu ortiqcha rasxod deb o'ylashadi. Kerak emas, men o'zim o'rganib olayman, mendan aqllisi yo'q degan narsa bo'lib ketadi. Uchinchisi, ko'pchilik boylar rasxodga emas, imminni dohodni ko'paytirishga fokus qaratishgan. Faraz qilamiz, imminni o'zimdan ham bo'lib o'tib ketgan bu narsa. Men o'zim rasxodlarimni sanasam yoki necha pul ketkazayotganligimni bilib, men o'zimdan bilaman, ketkazayotganligimga yarasha kamaytirishni boshlayman rasxodlarimni. Kamaytirganligimga yarasha dohodim ham kamayib boradi. Bu avtomatik. Do'stlar, fikrlash va investitsiya yoki finans borasida imminni Telegramda shu narsani yurg'izib boraman. Sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi va Telegramda ko'p informatsiyalar bor.